Assalomu alaykum do'stlar obunachilari, YouTube chorva ishqibozlari. Mana akalar. Ularni ishtahalari qanday deganlarga xudo o'zi beda senajdimi nima deydi? Shunaqalarni mana yeyapti. Ko'p-ko'klar. Mana akalar. Eston deganga Eston, Greenford deganga Greenford, xudo xolasa mana. Semental deganga Semental. Ishtahalari zo'r. Videoni oxirigacha ko'ringlar, xohlasanglar mana. Sementallarni boshqachalari ham bor. Rangiga e'tibor beringlar. O'ta go'zallari, zo'rlari xudo xolasa. Bular akalar savdosi bo'ldi, kelishildi. Qashqadaryoga ketyapti xudo xolasa. Dastlabki bo'lib 21 million 500 ming so'mdan bo'g'oz. Bular hammasi bo'g'oz akalar. Hop, 7 oy 8 oydan o'tgan bo'g'ozlar. Mana akalar, ishtahalariga netchi. Eston nima deyapti Eston? Ular bo'g'oz bo'lmaganda go'sht yo'nalishga tavsiya qilardik. Endi ular bo'g'oz akalar. O'na. Tashqaridan ham kelyapti xudo xolasa. Zo'rlar. Bunisi Eston, bunisi Semental akalar. Mana Greenfordlari. Kallalariga ezib boringlar. Tuxum boshlaridan zo'rlaridan. Mana Semental, shoxlilar. Tugadimi? Yeshara bor. Yeshara. Oxirgi xatoy beradi. Ha. Mana, tashqaridan kiryapti akalar. Nima deyapti akalar? Ha, bu yerdan kiryapti yana, qolganlari ham. Akalar, xudo xolasa to'liq videosini ham qo'yamiz. Akalar, to'liq videosi asosiy kanalimizda. Doston.uz kanalida bular. Bu Doston.uz 1. Bu yangi kanal, qo'shimcha kanalimiz. Xudo xolasa zashtagi a'zo bo'lib qo'yinglar. Mana. Gap yomonmi? Xudo xolasa zo'ridan akalar. Bunisi nima deyapti akalar? Ha. Greenford. Zo'ridan. Qashqadaryo qayerga ketyapti bu hozir? Qashqadaryoni Yakkabog' rayoniga. Yakkabog', ha? O'zingiz oldingizmi bularni? Yo'q, og'ayningiz oldi. Og'ayingiz bilan. Nechta berdi? 8 tami, 7 tami? 7 ta. O'zi ham hallarni tanlabsiz, ha? Yaltirlaganlarni. Bu o'zi tanlanganlarning ichida yana tanlab olgan, xudo xolasa. Tuxum boshlaridan, zo'rlaridan. Bularga ham gap yo'q, xudo xolasa, hammasi puliga yarashasiz. Shular endi qo'yiq suvi tanlab olish 21 million 500 mingdan bo'ldi. Nima deyapti? Xo'p, akalar, bu yerda 14 million so'mdan, xudo xolasa 26 million so'mgacha bor. Nomerlarni ham qo'yamiz ekranga, xudo xolasa tashqarida ham bor. To'liq video Doston.uz kanalida bo'ladi. Nari kanalida 102 mingta odam bor akalar. Mana kanalga o'tadigan bo'lsanglar, xudo xolasa to'liq videoni qo'yamiz akalar. Bu Zashta kanalimiz, obuna bo'lib qo'yasizlar bunga ham. Bu nima yeyapti?
Mana obunachilar xudoga zagonga olib chiqdik tashqariga. Mana zo'rlaridan, asallaridan gap yo'qlarida. Ular endi 50 bo'g'oz akalar. Xo'p, 17 million so'mdan akalar bu partiya. Hozir bu yerga chiqarilganlari 17 million so'mdan 2 dona chiqadi. Qolgani 26 million so'mgacha. Qo'yoq suyug'i akalar. Qo'yoq suyug'iga bir joyga olinadigan bo'lsa 19 million so'mdan. Yana kelishadigan joyi bor. Zo'rini tanlayapsiz. Endi ozmi 22 million ham yo'q, 21 yarimdan tanlayapsiz. Mana akalar 21 million so'mdan deyapti. Tanlab olishga sababi akalar nariyoqqa ajratildi mol 2 partiya. Unisi narigi partiyada kattaroqlari. Bular ichida 21 million so'mdan tanlab olishiga 19 million so'mdan qo'yiq suyugiga 1000 dollar bonusi ham bor. Mana yoniga bola tushib qoladigan bo'lsa akalar, hech bo'lmasa 10 million so'mdan yoniga bolasi hech bo'lmagan. bular bo'g'oz 50 ga 50. Buqa yurgan. Ichida sement aldi zo'r yurgan. Tanlab olaman. Kelinglar, ko'ringlar, tanlab olinglar, baholab. O'zi asli bizga hozir 20 millionlik mollarni hammasi tashkil 20 million